Bu ham bilan o'tirishni qaranglar. Va men qaranglar, qayerda o'tirganinglarni his qilyapsizlarmi? Ha? Yetkazgan joyda o'tiribmiz, Xudoga shukr. Vashi, aka. Qo'rqma, ukam, bo'zangilar. Men sizlarga nima dedim? Ertalab bo'lsa, atmosferani ko'rsatib beraman dedim. Mana bu tog'larni qaranglar. Voy! Okalar, bugun mana shu Italiyani tog'larini mazza qilib aylanamiz. O, tepalarni ko'ryapsizlarmi? Qaranglar, hali qorlar ermagan bor. Mana go'zallikni qaranglar, yam-yashil bor. Mana yo'da mazza qilib choy ichib o'tirsanglar bo'lar ekan. Okalar, eng zo'r tarafi mana shu tog'larning shunday orqasi Avstriya, Germaniya, Shveysariya. Bu yoqqa qaranglar, bu yoq ham tog'. Mashalloh, hammaga shunaqa joylarga kelish nasib qilsin. Juda go'zal bor. Uje Shveysariya tog'lari boshlandi. Mana buni qaranglar. Voydot. Oy, mana yoni. Biz hozir tog'ning tepasiga qarab chiqib ketyapmiz, akalar. Manzara shunaqa go'zallashib ketyapti-yu. Vay, mana yo'llarni qarasanglar-chi. Lekin daraxt ichida yotib berardim bor 2 soatcha. Mana yo'llarni qaranglar, yo'llarni. Lekin shoninglar. Asi jinnisi bo'pti, jinnisi. Abdurahmon akamgilar to'g'rida kechyapti. Biz o'sha joyga yetib keldik. Hozir tunnelni ko'rasam, o'sha tunneldan kirib ketamiz. O'sha yerda bitta jinni atmosfera bor. O'shani sizlarga ko'rsatib beramiz. Bungacha men bu atmosferani bitta ko'rib turinglar. Qaranglar go'zalligini. Gap yo'q. Qaranglar, yaqinda bu yerda daraxtlar yonib ketgan ekan. O'zi bilasizlar, daraxtlarni atilabdan yondirishadi bor. Ana, tegida ildizi qolgan, bu yana o'sib chiqadi. Qarchi daraxt yongan sari umri uzoq bo'lar ekanda. Oldingi safar Amerikada borganimizda shunaqa informatsiyani oluvdik va shu odam hayron qoldi bor. Gap yo'q. Men ham yerga o'xshab ketar ekan. Lekin ham yerimni sog'indim-da. Hozir mashinadan narsalarni olamiz. Inarodan kirib sizlarga atmosferani haqiqiy bombasini ko'rsaman. Kuspringlar. Oy, akalar, bu joyni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Qaranglar, qaranglar. Biz Italiyani Shveysariya tog'lari tarafida turibmiz. Mana bu ko'lni qaranglar. Mashalloh, akalar. Ey! Bunacha ishoninglar, o'zinglar jivoy ko'rsanglar, shunaqa go'zal. Voydot. Qaranglar, o'shani eng baland tog'lardan bittasi. Hatto archazorlar bu yoqda mana qaranglar ko'l. Allohning mo'jizasi-da, qaranglar. Mana shu yomg'ir yog'ganda mana shu ko'l paydo bo'lgan. Kamaymas ekan, lekin ko'payar ekan. Ko'rasizmi, mana o'zini tepagacha chiqadigan joylari bor. Gap yo'q. Suvni shaffofligini ko'rasizlarmi? Odam prosta mazza qilyapti. Kino ko'rayotganga o'xshayman. Hey! Hammaga nasib qilsin, go'zallikni qarab ekan. Ko'pchilik savol beryapti-da, nimaga Amerikaga samolyotda bormadinglar deyishyapti. Hozir shunga javob beramiz. Chunki bundan 4 yil oldin Ayvashjon bilan Qatarga borganimda niyat qilgandim. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqadi, faqat yer yuzi bilan mashinada Amerika qit'asiga boramiz deb. Nima, bizdan boshqa odam shu paytgacha bormaganmi? O'rta Osiyodan hali birorta odamni na ChatGPT na Google ko'rsatib berdiki, yer bilan Amerikaga borgandim. O'zicha samolyotda ham shunday borsak bo'lardi, lekin manda atmosferalarni sizlarga ko'rsatib bera olmasdim, akalar. Sizni oldinda bundan ham go'zal manzaralar kutib turibdi. Obuna bo'lib kuzatib turinglar, endi bu manzarani sizlarga ko'rsatamiz. Sen yaratgan olamu inson go'zal, sen yuborgan Mustafa Qur'on go'zal, sen buyurgan har amal iymon go'zal, ruhlaricha sunganing vijdon go'zal. Bu go'zalliklar jamolingdan seni.
manzarani qaranglar. Chizib qo'ygan, ana daftarlarda bo'lardi-yu. Voy, degan. Jinni joyga kelyapmiz. Tolani qaranglar, tolani. Shunaqa tepaliga chiqib ketyapmiz hozir. Men bilan siz turkiyada bo'lyapsiz. Mana qara. Ukam mana qara. Mensiz shunaqa go'zallikni. Turkiyadan bordi. Gap yo'q. Mana shu yerda tushonkani yesa bo'ladi lekin. Tolani qarasanglar-chi. Odam ko'zlariga yosh kelyapti, yosh. Chiqib chiqaraylik. Voy! Manzaraga prosta 5. Otabek orqada qolib ketdilar. Lekin odam mazza qilyapti bor. Wow. Okalar, kino-yu, kino. Mashta mana aka, Ha, mana. qaranglar. Joyi mana. Prosta 5. Hali aka. Ha? Mashta mana. Inshaalloh akalar, tez kunda azizgina qoldi. Sizlar ham ota-onalarni shu joyga olib kelasizlar. Qaranglar go'zalligini. Mana shu uyni olasizlar, sotib olasizlar, xudo xolasa. Shundan chiqasizlar mana Shveysariya tog'lari. Orqalarda shundoq o'rmonzor, archalar. O naroda qishloqlar. Kafe, restoran, hamma narsa bor. Ayniqsa ham quyosh botayotganda borib, shundoq tog'ni orqasiga kirib ketadi-yu, ishoninglar, shunaqa go'zal. Mana o'tlarni qaranglar. Mashaalloh akalar. Inshaalloh duo qildim. Sizlar ham ota-onalar bilan mana shunaqa go'zal joylarda dam olib ketasizlar. Gap yo'q lekin bor. Voy! Jinnalari-yu, toni, Otabeka. Yo'q, ko'rmadi, hali ko'rmadi bu bola. Ha, jinnisini akasi ko'rmadingiz. Mana, amir qaranglar. Kino-yu, bu kino. Voy! Akalar, biz Italiyadan chiqib ketdik. Hozir Avstriyada yuribmiz. Gitler mana shu yerda tug'ilgan aka. Ha, Gitler shu tug'ilganiga kecha bildim mana. Gitler uyiga boramiz deysiz-ku. Voy, lekin. Quyosh bor, shunday tushib beryapti-yu. Pastda dahshat anaqa bor ekan. Nima bor ekan? Mana donka yo'q. Nefrit bor ekan pastda. Ha, yo'q. Aka, jinni o'qib qolma bu joylarni ko'rib. Pastda nefrit bor ekan. Avstriyadan kelgan. Akalar ham atiga bir bayrog'ini ko'rasizlarmi? Qoyil qolsa bo'ladi. Avstriyadan necha 2 soatda chiqib ketdikmi? 2 soat. Qaranglar. Italiyadan chiqdi, Avstriyaga kirdi. Keyin Avstriyadan 2 soatda chiqib ketib, уже mana Germaniyaga kirib keldi, bor. Gap yo'q, vashe lekin. Aka, onasini 3 ta joy ko'rardi bittada. 3 ta davlatda bor. 3 ta davlat. o'tib ketib qoldi, ey bor. Ha, Shveysariya kirolmadi lekin. Endi bizda 2 ta yo'l bor edi. Militsiya nimaga militsiya? 2 ta yo'l bor edi. Bizda yo Shveysariyaga kirishimiz kerak edi yoki Avstriya olib qaradik. Shuning uchun biz Avstriyani tanladik. Voy, nima bo'lyapti endi postda? Bizani to'xtatdi. Bizani to'xtatdi. O'zbekcha nomer. Qani? Uztelekomdan Germaniyaga xush kelibsiz do. Ana Uztelekom ham bo'lyapti. Ishqilmanda tinchlik bo'lsin. Aka, biz uchun ham gaplashing, biz til bilmaymiz. Germaniya bor, vashi 10 yil oldinda yuradi. Gostinitsaga keldi. Reception degan narsa yo'q. Shundoq bankomatning o'zidan gostinitsani bron qilib, mana kod orqali terib ishga kiryapmiz ham. Qani? Oh, mashalloh. Atat. Oh, ana. Okey, necha pul mana shu gostinitsa Abdurahmon aka? Общий итоги $350 oldim. Yo'q, necha puldan to'g'ri kelyapti bitta xona? Bir kishiga $50 oldim. $50 dan bir kishiga. Gap yo'q lekin bor.
Atmosfera zo'r. Zavtraga ham bor. Bizni qayerdamiz Germaniyani? Germaniya Stuttgart. Stuttgart gap yo'q. Eins rein Polizei, drei Fizitere. Gut, super gut, allen super gut. Hop, ertaga qayerga ketamiz? Ertaga xudo xolasa Zeebrugge ketamiz. Kemamiz topshirgani, Luksemburgga ham boramiz. Gap yo'q. Lekin jinnis bo'ladi.